Biz One Piece filmining aktyorlarimiz va bugun juda ham ko'p beriladigan savollarga javob beramiz mana shu ko'rsatuvda. Xo'sh, kutishga ne hojat? Uzr Emily, buni aytishim shart edi. Lego Anibla kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Xo'sh, One Piece nima? Bu dunyoning eng katta xazinasi bo'lsa kerak va uni bir o'lja qilib, xullas bilmadim. Balki u hech narsa. Mani teoriyam bo'yicha One Piece bu tako. Hattoki buni sababi bor. Qanaqa? Chunki u dunyodagi eng buyuk xazina. Nega? Ularni somon shlyapa qaroqchilari deyshadi. Luffy ularning kapitani va u somon shlyapa kiyib yuradi. Shuning uchun ham ular somon shlyapa qaroqchilari. Somonli shlyapa qaroqchilarining kemasi nima? Qachongisi? Bilamizki, birinchisi Going Merry va keyin Thousand Sunny. Somon shlyapa qaroqchilari odatda nima qilishadi? Okey, xullas odatiy kunda Going Merry'da Luffy oshxonada ovqat o'g'irlaydi. Voy, to'xta, o'yladimki ishimiz haqida gapiramiz deb. O'shilaman to'g'ri. Seni Emily yaxshi to'g'ri ko'raman. aytdi. Masalan, seni suvga sho'ng'ishingni yaxshi ko'raman. Xuddi odatiy hayotga kabi. Menga ham yoqadi. Bu nima deganinglar? Axir men siz ish bilmayman-ku. Nami kemani navigatori. Men esa kemada yaxshi joy qidiraman. Uxlash uchun. Uxlash uchun. Kimsan o'ng qo'liman eng birinchi yordamchisi. O'sab kema haqida qayg'uradi. Men esa pishiraman. Monkey D. Luffy'ning qobiliyati qanday ishlaydi? Marizin odamman. Dushmanlarga shapaloq beraman, zarbalarim esa tegib qoladi. Iblis mevasi bu nima? Mana qahramonim Luffy iblis mevasini yegan va shundan keyin unda kuch paydo bo'ldi. Iblis mevasini turlari juda ham ko'p. Mana qahramonim esa Gomo deganini yegan. U esa uni rezina odamga aylantirdi. Iblis mevasining yomon tomoni bor. Agar kimki uni yeb suvga tushsa, u cho'kib ketadi. Xuddi og'ir jismga o'xshab. Menimcha iblis mevasini yegan odam xuddi iblis bilan shartnoma tuzgandek bo'ladi. Iblis esa, men senga kuch beraman, sen esa suzmaysan. Rareno Zoro qanday qilib uchta qilishda urishadi. Bittasi og'zimda, jahi qattiq. Namini tatuirovkasi nimani bildiradi? Xo'sh, birinchisi Arlong, ikkinchisi esa Parrak va yana o'yini va oilasini anglatadigan mandarin. Kim u? Goldie Roger. Hammasi undan boshlangan. U inson hammaga One Piece yaqin ekanligini aytgan va hamma shundan keyin sayohatga chiqdi. Uni topish uchun. Ha, bir xil odamlar uni rosa yaxshi ko'rishadi. Boylik, kuch, shon-shuhrat. Ha, ismlarda uchraydigan D harfi nima degani? D irodasi. D irodasi. U sanda, sanoatingda, garb degan dodangda va hamma. Unga D irodali odamlar jismonan ham kuchli bo'lishadi. Bu narsa noaniq. Menimcha bu orzu qiladiganlar deganidir. Yoki teshikkulcha. One Piece'dagi barcha okeanlarning nomini sanab bering. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. Nima o'zi u? Grand Line. Menimcha bu savolga bizning izboshchimiz javob bergani yaxshi. To'g'ri. Menimcha u hammamizga qaraganda yaxshi Kim navbati? Grand Line bu okeanni juda xavfli hududi. U yer katta qaroqchilar, katta maxluqlar bilan to'la boyliklarga pishgan yoki shunga o'xshashmidi? Salada ishtik juda ham ozginchaga adashdik. 7 ta shichibukaylar. Kim ular? Dengiz harbiylariga yordam beruvchi qaroqchilar. Ularni aytgan gaplarni qilishadi. Xullas yo'llama qaroqchilar. Xo'sh, ularni sanaymiz. Mihawk, Crocodile, Akaino, uzr adashdim. Crocodile, Jinbei, Gekkamori, Boa Hancock, Bartolokuma. Xohlasanglar javob berishinglar mumkin kommentlarda. Nima? Doflamingo. Kim u? Yasop. Kim u Yasop? Kim u Yasop? Maylimi otam haqida ozgincha gapirsam. Yasop Usoppa adasi, u kemada snayper. Usopni dengizga chiqishiga katta sabab ham mana shu va u dunyodagi eng jasur odam bo'lmoqchi. Qanday qilib suv tagida kemalar suzishi mumkin? Demak, ular yopinchiqqa o'xshagan narsani Thousand Sunny'ning ustiga yopishadi. Shunday qilib, u suvni tagiga sho'ng'a oladi. Xuddi pufak kabi. Ha, xuddi pufakdek. Gap yo'q. Going Merry uchishi mumkinmi? Ha, lekin ozgincha. U sehrli kema. Hamma narsa qo'ldan keladi. U meni bolam, ucha oladi. Kim Goldie Rogerdan kuchliroq? Mani fikrimcha bu odam bor. San? Roxy Sebek. Bu subyektiv fikr deb o'ylardim. U sop ilohmi? Wow, bilmasam bunga qanday javob berishi. Yo'q, bu xato. Bo'lishi mumkin emas. U xudo bo'lishi mumkin emas. U xudo emas, lekin bilmaymiz. Uni birinchi qiladigan ishlari juda ham, xullas u omadli.
Kim One Piece'ni o'ylab topgan tutfu nima? Judayam sabrli odam. Yo, xudoyim bilmayman One Piece'ni kim o'ylab topgan ekan. Bo'ldi, hazil qilishni bas qilamiz, yetarli. Endi bunisi oshib tushdi. Kechiring odasinsiz. Kechiring bu judayam odasinsiz. muhim. Biz sizni sevamiz. Ijroda buyuk inson. U One Piece'ni 1997-yili o'ylab topgan 17 yoshida. Bilaman. Judayam Judayam yosh. U hozirgi bizning davrimizdagi eng buyuk avtorlardan biri. Nega Bagi bunchalar katta bo'lib ketdi? U rostdan ham juda katta. Bu shunchaki sho'ligiga qaramay, u cho'p-cho'p mevasini ishlatib, rostdan ham katta, xuddi plash kabi. Kanaga o'xshaydi. Menimcha bu uni xavfsizligi uchun. Ha, Bagi bizni eshitayotgan bo'lsang, bro. biz seni sevamiz. Biz seni sevamiz. Nega One Piece bunchalar mashhur? Bu xuddi Bibliya nimaga mashhur degandek bo'ldi, to'g'risini aytsam. Yo, xudoyim! Yo, qodlaring bu savolni oldimdan. Keyingisi. Va u kartani shunaqangi bashara bilan otdiki ko'rganinglar deydi. Yamata bu kim? U Vanodan. U Vanodan. Va u Kaidoni qizi. Buni menimcha men qachondir Twitterda o'qiganman. O'tda bu haqida juda ham katta insho bor. Yamato qiz bolami, Yamato o'g'il bolami? Chunki mangada erkak olmoshlarni ishlatishgan, lekin keyin ular Kaidoni qizi deyshadi. Yamato juda kuchli hakini qo'llovchisi hamda muz kuchlari. Xo'sh, Jimbei samo shlapa qaroqchilarning a'zosimi? Jimbi umuman olganda ha, u rasmiy qo'shilmagan. U hamma bilan birga kemada emas, lekin ishonamanki, u jamoaning faxrli a'zosidir. One Piece'dagi admirallarni sanab bering. Aokiji, Kizaru, Fujitora. Ular 4 ta, to'g'rimi? Ularda odatda 3 ta bosh admiral, lekin albatta vaqti bilan o'zgarishlar bo'lgan va shunga jonlari unga berilgan. Kim ular? 4 ta Yonkolar, Shanks. Yana Bagi ham. Bagi? Qora soqol. Va Esimdan chiqdi. Kim 4-chi bo'lishi mumkin? kim bo'lishi mumkin ekan, a? Buni albatta ko'ramiz keyinchalik. Baliq odamlar qanday? Baliq odam bu baliq odam, yarmi odam, yarmi baliq. Yarmi odam, yarmi baliq deyapsizlar-ku, menimcha 70 ga 30. Meni fikrimcha bular Mayli gapir. xuddiki qilib bir baliq va bir odam bo'lgan va Voy, bo'ldi, iltimos chuqurlashib ketamiz. Bu haqida Qandaydir gaplashmaylik. sodir bo'ldi. Voy, yo'q, qo'ysinchi, bunday bo'lmagan. Ular azaldan bor bo'ldi. Ular xuddi suv tagida nafas oladigan odamlar. Monkey D. Luffy qayerlik? U Fusha qishlog'idan, East Blue'dagi. kim Monkey D. Luffyga shlyapasini berdi? Qizil soch Shanks, eng dahshat qaroqchi. U Fusha qishlog'iga kelganida Luffyga juda ham bog'lanib qoladi va qishloqdan o'zini sayohatini davom ettirish uchun ketayotgan paytda Luffyga o'zini xazinasini, ya'ni shlyapasini tashlab ketadi. Luffy esa bu xazinani ko'z qorachig'ida asraydi. Chunki Shanksga va'da bergan. Bir kun kelib albatta unga shlyapani qaytarishni. Sanji buzmaydigan yagona qonun. Hech qachon val qilma. Yana uni juda ham qonunlari ko'p, lekin menga shu tomoni juda ham yoqadi. Men sizlarga eng asosiysini aytdim. Yaxshi, juda ham tez javob beramiz. Namin orzusi. Dunyoni xaritasini chizish. Usoppa yolg'onlari amalga oshadimi? Har doim. Zoroni birinchi qilichi qayerdan? Eng mashhuri bu Vado Ichimonji. Yoshligidagi do'stidan qolgan, ya'ni Queen'dan qolgan qilich. Monkey D. Luffyni ota-onasi kim? Monkey D. Dragon va bilmayman. Qanday qilib Sanjini ustozi oyog'ini yo'qotgan, uni yegan. Sogi King va Usop bitta odammi? Umuman yo'q. Yo'q, bro, bu unaqa emas. Monkey D. Luffyga kim ovoz bergan? Juda ham ko'p insonlar Monkey D. Luffyga ovoz bergan, lekin Mayumi Tanaka tahsinga sazovor. U Luffyga 1999-yildan beri ovoz beradi. Hayron qolishga arziydi. Sanji qayerda ishlaydi? Qaysi paytda? Ajoyib. Uyaltirmaylik, iltimos. Qo'ysanglar-chi. Sanji boshida Baratida, hozir esa Luffy bilan birga. Zoroni orzusi. Dunyodagi eng buyuk qilichboz bo'lish. Kim eng ko'p qidirilmoqda? Albatta bu Dragon. Sanjining orzusi. All Blue. Luffyning akasini ismi nima? Ace. Podcast D Ace. One Piece'dagi eng kuchli qilichboz bu albatta Zoro. Mihawk. Nega Frankie Kiborg? O'zi xohlagan. Samoviy ajdarholar kimlar? Esimda bo'lsa juda ham martabasi ulug' odamlar edi. Samoviy ajdarlar jahon hukumatidan oldin kelgan avlodlar edi. One Piece'da qancha qismlar bor? Bu juda ham subyektiv savol, chunki videodagi javob sizlar uchun noto'g'ri bo'lishi mumkin. Hozircha 1065 ta. Frankie iblis mevasini yeganmi? Yo'q, u taklifni rad etgan. O'sha payt qorni to'q edi. Chopper qanday mevani yegan? Hito mevasini. Hito mevasi. Hito mevasi.
Iblis mevalarining 3 turi qanday? Parametsiya, zoan Va logiya. logiya. Nega Nami pulni sevadi? Chunki pul bu ajoyib. Keyingi savol. Kim kuchliroq, Zorro yoki Sanjay? Qo'ysanglar-chi, u kuchsiz. Yo'q. Agar tortishsa, kechki paytgacha qolib ketamiz. Uni yutishim uchun qurol ham kerak emas. Mukofotimga qara. Mayli, juda ham zo'r bo'ldi. Wow, bizda boshqa savollar yo'q. Bu, buni uddaladik. Bu oxirgisi edi. Tomosha qilganinglar uchun rahmat. Juda ham zo'r bo'ldi, tan olish kerak. Ha, to'g'ri aytasan, bro.